O'tgan yili Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari o'rtasidagi tovar aylanmasi 95 milliard dollarni tashkil etdi. Qirg'izistonning Cho'lpon-Ota shahridagi Yevrosiyo hukumatlararo kengashi yig'ilishida Qozog'iston bosh vaziri Oljas Bektenov ta'kidlashicha, joriy yilda bu ko'rsatkich 7% ga o'sadi, 102 milliard dollarga yetadi. Yig'ilishda YoII ichki bozorini rivojlantirish, raqamli hamkorlikni kengaytirish masalalari ko'rildi. Oljas Bektenov fikricha, tashqi tahdidlar sharoitida aloqalarni mustahkamlashning ahamiyati ortadi. Yig'ilish yakunlari bo'yicha 6 ta hujjat imzolandi. Ular orasida elektron savdo to'g'risidagi shartnoma ham bor. Ushbu yig'ilishda muhim hujjatlar qabul qilindi. Ulardan eng muhimlaridan biri brokerlar va dillerlarga tegishli. Kelishuv tashkilotga a'zo davlatlarda moliyaviy bozorlarni shakllantirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Ya'ni endilikda brokerlar va dillerlar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlarda ham faoliyat yuritishi mumkin. Qozog'iston oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berishni kompleks monitoring qilish maqsadga muvofiqligini ta'kidladi. Bu sohada mamlakatimizning eksport salohiyati oshgan. 2025-yilda chorvachilik va ziroatchilik, tayyor oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berish hajmi qariyb 7 milliard dollarni tashkil etdi. Uning yarmi qayta ishlangan mahsulotlarga to'g'ri keladi. Bunda bug'doy eksportining ulushi katta. O'tgan yilning qo'rqinisi bo'yicha O'tgan yili biz 25,9 million tonna don yetishtirdik. Natijada bug'doy eksporti bo'yicha dunyodagi ilg'or 10likdan joy oldik. Umuman olganda biz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida don, moyli ekinlar, un, makaron mahsulotlari kabi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib beruvchi davlatlar qatoridamiz. Yillarning qatoriga жатamiz.